Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz jahon miqyosida tobora kuchayib borayotgan bir masala, media va axborot makonida manfaatlar to'qnashuvi haqida so'z yuritamiz. Axborot bugun qurolga aylangan. Uni kim boshqaryapti? Qaysi manfaatlar ustuvor? Va eng muhimi, bu jarayonda oddiy inson qanday himoyalanadi? Keling, ushbu savollarga birgalikda javob izlaymiz. Bugungi jahon media makoni bu davlatlar, transmilliy korporatsiyalar, siyosiy kuchlar va ijtimoiy platformalar manfaatlari kesishadigan murakkab maydon. Axborot oqimi tez, ammo u har doim ham xolis emas. Ba'zan yangiliklar ortida siyosiy bosim, iqtisodiy manfaat yoki mafkuraviy ta'sir yotadi. Natijada haqiqat bilan propaganda o'rtasidagi chegara tobora xiralashib bormoqda. Mavzu sizga qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Axborot urushlari zamonaviy dunyoning ko'rinmas jang maydoni. Soxta yangiliklar, algoritmik manipulyatsiya, ijtimoiy tarmoqlardagi sun'iy trendlar jamiyat fikrini boshqarishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonda inson ongiga ta'sir o'tkazish asosiy maqsadga aylanadi. Natijada jamiyatda ishonchsizlik, bo'linish va qarama-qarshilik kuchayadi. Bunday muhim tahlillarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Manfaatlar to'qnashuvi muammosining asosiy yechimi media savodxonlik. Inson axborotni tanqidiy tahlil qila olmasa, u manipulyatsiya qurboniga aylanadi. Shu bilan birga, xalqaro huquqiy me'yorlar, jurnalistika etikasi va davlatlararo hamkorlik ham muhim rol o'ynaydi. Ochiq va mas'uliyatli media muhit barqaror jamiyatning poydevoridir. Xulosa qilib aytganda, jahon media va axborot makoni bu imkoniyat ham, xavf ham. Manfaatlar to'qnashuvi mavjud, ammo unga qarshi eng kuchli qurol ongli tafakkur. Har birimiz axborotni tekshirib, tahlil qilib, mas'uliyat bilan qabul qilsak, global media makon yanada adolatli bo'ladi. Axborotni emas, haqiqatni tanlaylik. Videoni foydali deb topsangiz, like bosing, fikringizni yozib qoldiring va kanalga obuna bo'ling.